Alaykum. Bugun biz sizlar bilan internetda juda mashhur bo'layotgan, haqiqiyga o'xshagan videolar tayyorlab beruvchi sun'iy intellektni qanday qilib O'zbekiston hududida foydalanish va bir oylik tekin variantini olishni o'rganamiz. Buning uchun biz Chrome dasturiga kiramiz va Chrome dasturida Gemini deb qidiruv beramiz. Mana bu ikkinchida turgan Google Gemini ustiga bosamiz. Google Gemini'ning ichiga kirganimizdan so'ng o'ng yuqori burchakda bizga upgrade tugmasi ko'rinadi. Uni ustiga bosamiz. Bosgandan keyin bizga taklif beriladi. O'zi bu dastur pullik, bir oyiga $19.99. Lekin birinchi oyi tekinga foydalansangiz bo'ladi. Bu yerda yozib qo'yilgan, birinchi oyini tekinga foydalansangiz bo'ladi deb. Lekin bu dastur VO3 dasturi faqat Amerika uchun test rejimda ishlayapti. Biz bu yerga kirib, bu yerga kirgandan so'ng mana bizga karta qo'shishni so'raydi, ya'ni Visa yoki Mastercard qo'shishimiz shart. Kartamizni qo'shgandan keyin birinchi oy biz pul to'lamaymiz. Birinchi oyda oxirida kartangizni qaytarib uzishingiz mumkin. Agar uzmasangiz, ikkinchi oydan sizdan oyiga $19.99 dan pul yechib oladi. Biz bu yerga kirib kartani kiritib, saqlash tugmasini bosamiz. Bosganimizdan so'ng men allaqachon ulanib bo'lganman, qayta ulana olmayman. Bosganimizdan so'ng bizda taxminan shunday ekran kelib chiqadi. Shunday ekran yozib olarsiz. Bu yerga kelganimizda mana pastki burchakka kelganimizda bizga generate with VO2, ya'ni VO2 orqali video tayyorlashni so'raydi. Chunki biz O'zbekiston hududidamiz. O'zbekiston hududida esa hali VO3 kirib kelmagan. Biz u VO3 dan foydalanish uchun bu yerga Chrome dasturiga kirib, Chrome extensions deb yozamiz va birinchi chiqqan saytga bosamiz, Chrome extension. Bu yerdan esa VPN deb qidiruv beramiz. VPNlar ichida men foydalanadigani bu Urban VPN. Chrome'da ichida ishlaydi va juda yaxshi ishlaydi. Mana bu yerda men allaqachon ulanganman. Shu yerda ulanish tugmasi bo'ladi. Shu tugmani ustiga bosiladi. Bosilgandan so'ng u bu yerda paydo bo'ladi. O'ng yuqori burchakdagi extensions qatoriga paydo bo'ladi. Mana Urban VPN. Urban VPN ustiga bosamiz va VPN ni ishga tushiramiz. VPNimiz ishga tushdi. Endi qaytib Gemini saytiga qaytib kiramiz. Biz mana bu tepada o'ng burchakda ko'rib turibmiz. Biz Gemini Pro dan foydalanyapmiz. Boya bu yerga kelganimizda mana bu yerda hozir ham ko'rinib turibdi. Generate with VO2. Bu eski versiyasi. Bu eski versiyasida videolarni ovozsiz yasab beradi. Videolarda ovoz bo'lmaydi. Endi biz VPN ni uladik. VPN ni ulagandan so'ng bu yerdan tepa qismidan refresh berib yuboramiz. Ya'ni qaytadan chiqaramiz. Ana hozir mana pastga tushganimizdan keyin generate with VO3, ya'ni biz VO3 dasturiga o'tdik. O'tganimizdan so'ng men allaqachon bu dasturdan foydalanganman. Mana bu yerda ingliz tilida so'raganman. Jurnalist qari, kambag'al va ozg'in erkakdan so'rayapti. Eski kiyimlardagidan tog'a yoshlarga bitta nasihat qiling. Mana bu yerda ko'rsatilgan. Men inglizchada yozib, o'zbekcha qismini bunday qilib yozganman. Mana bitta nasihat qiling va ingliz tilida yozganman va o'sha kambag'al ozg'in erkak javob berdi deb turib, o'zbekchasiga mana boylik Xudo oldida gunoh, kambag'allik bandalar oldida. Keyin oxirida inglizchalab yana buni siz o'zbek tilida ham yozsangiz bo'ladi, ingliz tilida yozishingiz shart emas. Oxirida yana u bu gapni aytib bo'lgandan so'ng boshini egib, sekin yurib ketadi deb buyruq berganman va menga mana bunday holatda video tayyorlab bergan. Tog'a yoshlarga bitta nasihat qiling. Boylik Xudo oldida gunoh, kambag'allik bandalar oldida. Xullas shu ko'rinishda bo'ladi. Agar qandaydir tushunmovchiliklar yoki nimani tushunmasanglar, albatta bu video YouTube'ga yuklanadi va kommentariyada so'rashinglar mumkin.